bo'yningda tuz bor deb aytdi. Bo'ynim qatida tuz bor ekan? Necha kilo bor ekan? Nima qilsam chiqar ekan? Shu gapga siz ham ishonganmisiz? Bo'yinda tuz umuman bo'lmaydi. Bo'yinda osteoxondroz bo'lishi mumkin umurtqa pog'onalari orasida, lekin bo'yningga tuz yig'ilgan degan gap umuman yo'q. Tuz hech qachon yig'ilmaydi. Bo'yinda emas, bo'yin terisi, yelka, umuman olganda butun teri qatlamimizda o'zini vazifasini bajarib bo'lgan, zaharlangan, siz yeb ichgan, nafas olgan havojdan orttirilgan toksinli qonlar, ya'ni o'lib bo'lgan qon hujayralari teri qatlamini ko'payishi mumkin. Ana o'sha narsalar sizni yelkalaringiz achishib, og'rishiga, davleniya ko'tarilishi, qo'llar uvishiga olib kelishi mumkin. Agar sizda shunaqa muammo bo'layotgan bo'lsa, kimdir sizga tuz deb aytgan bo'lsa, bu gapga umuman ishonmasdan bitta hijoma olishni tavsiya qilaman. Hijomadan keyin shu muammolar 100% hal bo'ladi. Kimga eng arzon hijoma kerak bo'ladigan bo'lsa, nomer qoldiramiz. Tochkasi atigi 10 ming so'mdan hamma narsa одноразовый holatda qilib beramiz.